Endi joy haqida gapirdi. Endi narsa yoki o'sha joy nimadir haqida gapiradi. Qarang. Kgo mevoyo. Anavi narsa achchiqmi? Achchiq deyapti. Qarang. O'zbekchaga achchiq. Achchiqmi deyapti. Hatto katta-katta yozyapman. Ekran xonalari yaxshiroq ko'rinsin deb, ha? Achchiqmi deyapti. Ne, cho'qqim mevoyo. Короче, mashisoyo. Ha, biroz achchiq. Lekin mazali. Nima haqida gapiryapman? Achchiq, mazali. Bu mansi tam degani, mat. Demak, men uy haqida gapirmadim bu yerda. Narx haqida birorta narsani 5000 ga olib 4000 ga sotdim deyman. Sonki yo'q, xarakter haqida gapirmadim. Ana bolalarning xarakteri zo'r, qizlar bilan yaxshi chiqishadi demadim. Tushundingiz-a? Ketdi, eshitamiz. Azon o'qiydi, ha? Bek, necha kelibmiz? 11, 12, 13, 14. 11, 14. Alloh uchalari bo'lsin. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 그거 매워요? 네, 이거 조금 매워요. 그렇지만 맛있어요. 맛있어요. 다시 들으십시오. 그거 매워요? 네, 조금 매워요. 그렇지만 맛있어요. 정답은 2번입니다. 이거 맞는 답입니다. 11번. 여러분 잘 저는 들으세요. 등산을 좋아해요. 진성 씨는요? 저는 여행을 좋아해요. 다시 들으십시오. 저는 등산을 좋아해요. 진성 씨는요? 저는 여행을 좋아해요. demek 등산을 좋아하다. 등산을 좋아하다. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요 dedi. Demek, siz nima yoqtirasiz diyordi. Men toqqa chiqishni yoqtiraman dedi. Sizchi diyordi. Men sayohat qilishni yoqtiraman dedi. Sport turi haqida gapirma. Futbol, undan sport. So'ga degani kimdir yozdi? Tanishtirish degan Zokirjon. Hop, Changso joy. Birorta joy haqida gapirdimi? Yo'q. Sigop, kasb. Kasb haqida men shifokorman, men voleybolchiman, men o'qituvchiman demadi. Faqatgina chivimi hobbi haqida gapirdi. Demak, toqqa chiqish bilan sayohat qilish bu insonlarning hobbi ekan. Keyingisi. Vasilasi sizga yozing. 12번. 편의점이 어디에 있어요? 저기 은행 옆에 있어요. 다시 들으십시오. 편의점이 어디에 있어요? 저기 은행 옆에 있어요. Demek, nima deyapti? Odiye 있어요. Men to'liq yozmayman, ha? Pyonichomi odiye 있어요 dedi. Univermak qayerda dedi. Keyin nima dedi? Keyin aytdiki, 은행 옆에 있어요 dedi. Ya'ni bankni yonida. Xo'p, demak, univermak qayerda diyordi? Bankni yonida deyapti. Nima haqida gapiryapti? Men joylashuv haqida gapiryapman. Xuddi kurishgan qayerda desa, stolni ustida deyapti. Ya'ni kurishganni joylashuvni gapiryapman, ha? To'g'ri, biron narsani tanishtirmayapman. Mana bu meni yangi olgan ko'ylagim juda ham chiroyli, qimmat deb, ha? Yoki yaksok va'da uchrashuv haqida gapirmayapman. Kyoto transport haqida gapirmayapman, ha? 13 ketdi.
13번. 이 가게도 일요일에 쉬어요? 네, 매주 일요일에는 쉽니다. 다시 들으십시오. 이 가게도 일요일에 쉬어요? 네, 매주 일요일에는 쉽니다. 일요일에 쉬다. Yani budukan dam ya yakshanba kuni dam oladimi diyordi. Ha, yakshanba kuni dam oladi deyapti. Demak, bu degani nima degani? Kechol, fasl, bahor, yoz, kechol. Fasl haqida gapirdim, bahor, yoz deb. Shigan. Vaqt haqida gapirdimi? 8, 4, 5 deb. Yo'q. So'b, dars haqida gapirdimi? Yo'q. Faqatgina yil, dam olish kuni haqida gapirdi. Ya'ni yakshanba kuni dam oladi deb aytdi. Ketdik keyingisi. 십사 번. 나영 씨는 계속 서울에서 살았어요? 아니요. 저는 부산에서 태어났어요. 다시 들으십시오. 나영 씨는 계속 서울에서 살았어요? 아니요. 저는 부산에서 태어났어요. Endi buni o'zinglar topasizlar, men tekshirib beraman. Yetti. Nayanshini ko'hyangi haqida ketyapti, vatani haqida. Ha, Seulda yashaganmisiz? Diyordi. Yo'q, men Pusanda tug'ilganman, deyapti. Vatan haqida gapiryapti. Ismi haqida gapirmayapti. Ismingiz nima? Jon, meniki Bon deb, rejasi haqida aytmayapti, qayergadir borishda. Yoki do'st haqida gapirmayapti. Do'stim zo'r, pul ber desam berib turadi demayapti. Faqatgina ko'hyang haqida ketyapti. Hop, endi bizda nima ketar ekan? Bizda ikkita rasmli ketar ekan. Rasmni topish juda ham oson, ha? Demak, rasmda nima qilyapti? Hop, bu yerda televizor ko'ryapti. Men bu yerda mana aka, baqarib oling, menga ovqat olib keling deb qanaqadir ovqatlar buyurtma beryapti ikkinchisida. Birinchisida nimadir bilan xushchaqchaq gaplashyapti. Ikkinchisida bola ovqat suzyapti, qiz olma to'g'rayapti. E'tibor beringlar. Eshitinglar endi. Bu oson. Mhm. 다음 대화를 듣고 가장 알맞은 그림을 고르십시오. 15번. 뭘 주문하시겠어요, 손님? 라면하고 김밥 하나 주세요. 라면하고 김밥 하나 주세요. 다시 들으십시오. 뭘 주문하시겠어요, 손님? 라면하고 김밥 하나 주세요. Hmm. Javob kitob bo'ldinglar shekilli. 라면하고 김밥 주세요. Demak, 라면 bilan menga kimpat bering deyapti. Qayda aytadi? Ikkinchi rasmda aytyapti. Mana bola. Afisa, menga 라면 bilan kimpat ber deyapti. Ha? Ketdingiz. Demak, men bu yerda kassani yonida ovqatni nimadir menyusini ko'ryapti ekan ikkalasi. Kassani oldida o'zi nimadir ikkita bilet bering deyapti ekan. Bular o'zi kino ko'ryapti ekan. Bular Sanyongyang, ya'ni video kino ko'rish xonasiga yugurib, kech qolyapsiz, tez yur deyapti ekan qiz. Eshitamiz.
16번. 나영 씨, 많이 기다렸죠? 미안해요. 영화가 곧 시작돼요. 빨리 들어가요. 다시 들으십시오. 나영 씨, 많이 기다렸죠? 미안해요. 영화가 곧 시작돼요. 빨리 들어가요. qaysi bo'ladi? Palli 들어가요. Ko'p kutdingizmi deyapti. Yo'q. Bu kino tezda boshlaydi, yaqinda boshlaydi, tezroq kiramiz deyapti. Mana shoshilyapti dedim-ku. Qiz, mana shoshilyapti. Bular o'zi kassada endi ikkita bilet bering deyapti. Bular kino tanlayapti. Maytda nima qilyapti? O'zi kompyuterda kino ko'ryapti. Yes. Xo'p,